Hurmatli deputatlar, Xalq deputatlar tuman kengashining 20-sessiyasiga 25 nafar deputatlarning 18 nafari ishtirok etmoqda. 7 nafar deputat uzrli sabablarga ko'ra sessiya ishida qatnashmayapti. Sessiya o'z ishini boshlash vakolatiga ega. Sessiyani ochiq deb e'lon qilaman. Sessiya ishiga tuman hokimining o'rinbosarlari, tuman korxona va tashkilot rahbarlari, huquq targ'ibot idoralari rahbarlari, siyosiy partiyalar raislari, Jondor ovozi gazetasi bosh muharrir ishtirok etmoqdalar. Taklif etilganlarning barchasi sessiya ishida qatnashmoqda. Hurmatli deputatlar, mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 17-moddasiga binoan sessiya kotibini saylashimiz kerak. Sessiya kotibligiga 13-Chorzana saylov okrugidan deputat Teshayev Shahboz Asad o'g'li sessiya kotibi etib saylash taklifini kiritaman. Boshqa takliflar bormi? Boshqa takliflar bo'lmasa, tasdiqlab berishlaringizni so'rayman. Rozilar, rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Qabul qilindi. Deputat Teshayev Shahboz Asad o'g'li, marhamat o'z o'rningizni egallashingiz mumkin. Hurmatli deputatlar, bugungi sessiyaning kun tartibi va ish reglamentini tasdiqlab olishimiz kerak. Kun tartibi va ish reglamenti sizlarga tarqatilgan. Kun tartibi va ish reglamenti bo'yicha kimda qanday takliflar bor? Boshqa takliflar bo'lmasa, qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlaringizni so'rayman. Rozilar, rahmat. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Qabul qilindi. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi birinchi masala Xalq deputatlari Jondor tuman kengashining 2024-yil 30-noyabrdagi 010K24 sonli qarorining ilovalariga o'zgartirish kiritish to'g'risida. Hurmatli deputatlar, 2026-yilning 1-yanvaridan barcha tuman kengashlariga deputatlar orasidan kengash raislari saylab olindilar. 2024-yil 8-noyabrdagi Xalq deputatlari Jondor tumani kengashining reglamenti va doimiy komissiyalar to'g'risidagi nizomni tasdiqlash to'g'risidagi qarorining 4-moddasida mahalliy kengash raisi o'z vazifalarini bajarish davrida siyosiy partiyaga a'zolikni to'xtatib turadi. Shuningdek, doimiy va boshqa komissiyalar partiya guruhlari tarkibiga kirishi mumkin emasligi belgilangan. Kengash raisi nizomga asosan qonunda belgilangan tartibda nomzod ko'rsatilgan partiya a'zoligidan deputatlik guruhi va doimiy komissiya tarkibidan chiqarilishi lozim. Shu sababli men ham partiya a'zoligini to'xtatib turish bo'yicha ariza berdim va deputatlik guruhi doimiy komissiya tarkibidan chiqarilishi yuzasidan o'z munosabatimni bildirdim. Yuqoridagilarni inobatga olib, Xalq deputatlari tuman kengashi doimiy komissiyalarining yangilangan tarkibi, kengashning reglamenti va doimiy komissiyalari to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirildi. Yangilangan doimiy komissiya tarkibini sizga o'qib eshitiraman. Mahalliy budjet, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiya tarkibi. Safarov Quvondiq Iskandarovich 21-pilotli saylov okrugidan deputat, O'zbekiston Respublikasi Savdo-sanoat palatasining Jondor tuman bo'limi boshlig'i. Mahalliy budjet, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi a'zolarini o'qib eshitiraman. Boboyev Shuhrat Bahronovich 17-Dovud saylov okrugidan deputat. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi Jondor tuman kengashi raisi o'rinbosari, apparat rahbari. Hojiyeva Munavvar
Ilhomovna 20-Zarafshon saylov okrugidan deputat. Xudoyev Jamshid Rajabovich 12-Mustaqillik saylov okrugidan deputat, Jondor tuman hokimi. Xo'jayev Xushnud Xayrullayevich 8-Oqshiq saylov okrugidan deputat. Fatullayeva Nilufar Baxtiyorovna 19-Xumin saylov okrugidan deputat. Ro'ziyev Umid Ochilevich 23-saylov okrugidan deputat. Jondor tuman Ko'lyon mahalla fuqarolar yig'ini raisi. Rahmat. Ikkinchi komissiyamiz, doimiy komissiyamiz korrupsiyaga qarshi kurashish va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiya tarkibi. Tarkibga raislik qiladi Sherif Ortiq Orziqulovich 4-Dalmun saylov okrugidan deputat. A'zolari Ahmadov Behruz Bozoro'g'li 18-saylov okrugidan deputat. Yusupov Bahron Adizovich 9-Obod saylov okrugidan deputat. Xidirova Mavluda Bekmurodovna 15-Pahlavon saylov okrugidan deputat. Jabborova Gulhayo Hamidovna 22-Demun saylov okrugidan deputat. Rahmat. Ijtimoiy soha, yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari bo'yicha doimiy komissiya tarkibi. Doimiy komissiya tarkibiga raislik qiladi Qarayeva Habiba Begutovna 16-Qaroli saylov okrugidan deputat. Ijtimoiy soha, yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari bo'yicha doimiy komissiya a'zolari Shomrodova Zilola G'ulomovna 2-Alili saylov okrugidan deputat. Teshayev Shahboz Asad o'g'li 13-Cho'rzana saylov okrugidan deputat. Murodov Nodir Haqnazarovich 14-Nurafshon saylov okrugidan deputat. Ro'ziyev Ilhom Ismatovich 24-Ushot saylov okrugidan deputat. Rahmat. 4-doimiy komissiya tarkibi agrar, suv xo'jaligi va ekologiya masalalari bo'yicha doimiy komissiya tarkibiga raislik qiladi Tursunov Erkin Oripovich 7-Ibn Sino saylov okrugidan deputat. Buxoro viloyat Chorva nasl mas'uliyati cheklangan jamiyat raisi. Agrar, suv xo'jaligi va ekologiya masalalari bo'yicha doimiy komissiya a'zolari Hamroyev G'ani Hamidovich 6-Mirzayon saylov okrugidan deputat. Dilliyev Begzod Abdullayevich 25-Samonchiq saylov okrugidan deputat. Qahorov Sanjar Baxshullayevich 10-Jo'ysafet saylov okrugidan deputat. Bozorova Rohila Mahmudovna 3-Romish saylov okrugidan deputat. Rahmat. 5-doimiy komissiya tarkibi reglament va deputatlik odob axloqi masalalari bo'yicha doimiy komissiya tarkibiga raislik qiladi Muzaffarova Oqila Abdurahmonovna 5-Oydin saylov okrugidan deputat. Reglament va deputatlik odob axloqi masalalari bo'yicha doimiy komissiya a'zolari Bozorova Rohila Mahmudovna 3-Romish saylov okrugidan deputat. Ro'ziyev Ilhom Ismatovich 24-Ushot saylov okrugidan deputat. Jabborova Gulhayo Hamidovna 22-Demun saylov okrugidan deputat. Ro'ziyev Umid Ochilevich 23-Ko'lyon saylov okrugidan deputat. 5ta demak doimiy komissiya tarkibi ana shulardan iborat. Kun tartibidagi birinchi masala yuzasidan xalq deputatlari tuman kengashining qarorini qabul qilishimiz kerak. Doimiy komissiya tomonidan tayyorlangan qaror loyihasi deputatlarga tarqatilgan. Boshqa takliflar bo'lmasa, mabodo bo'lsa, marhamat. Bo'lmasa qaror loyihasi asos uchun qabul qilinsin
va deputatlarning takliflarini inobatga olgan holda ma'qullansin degan taklif kiritiladi. Shu taklifga qo'shilganlarning qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlarini so'rayman. Rozilar, rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Qabul qilindi. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi ikkinchi masala Xalq deputatlari Jondor tuman kengashining 2024-yil 8-dekabrdagi 06K24 sonli qarorining 2-ilovasiga o'zgartirish kiritish to'g'risida. Hurmatli deputatlar, Xalq deputatlari Jondor tumani kengashining doimiy komissiyalari to'g'risidagi nizomga agrar, qurilish, kommunal sohalar, ekologiya, sanoat va transport masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi, agrar, suv xo'jaligi va ekologiya masalalari bo'yicha doimiy komissiyaga o'zgartirilmoqda. Shu munosabat bilan Xalq deputatlari Jondor tuman kengashining doimiy komissiyalari to'g'risidagi nizomiga ham o'zgartirish kiritilmoqda. Kun tartibidagi ikkinchi masala yuzasidan Xalq deputatlari tuman kengashining qarorini qabul qilishimiz kerak. Doimiy komissiya tomonidan tayyorlangan qaror loyihasi deputatlarga tarqatilgan. Shu masala bo'yicha kimda qanday taklif bor? Boshqa takliflar bo'lmasa, qaror loyihasi asos uchun qabul qilinsin va deputatlarning takliflarini inobatga olgan holda ma'qullansin va ma'qullansin degan taklif kiritiladi. Shu taklifga qo'shilganlarning qo'l ko'tarib tasdiqlab berishni so'rayman. Rozilar, rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Qabul qilindi. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi 3-masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 5-yanvardagi quyi bo'g'inda suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish hamda suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 5-sonli qarorining Jondor tumanida ijrosi to'g'risida. Hisobot berish uchun so'z tuman suv yetkazib berish xizmati davlat muassasasi direktori Ma'rupov Davlat Toshpo'latovichga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar. Mana bugungi 3-majlisning 3-masalasi yuzasidan Jondor tuman suv yetkazib berish davlat muassasasi tomonidan 2025-yil davomida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan quyidagilarni aytib o'taman. Xo'sh, davlat muassasasi o'z xizmat vazifalarini O'zbekiston Respublikasi Suv kodeksi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 5-yanvardagi 5-sonli qarori asosida xizmatni tashkil qilib, suv yetkazib berish xizmati tomonidan iste'molchilarga suv yetkazib berishni amalga oshirib kelmoqda. Xo'sh, Jondor tumanida suv yetkazib berish xizmati davlat muassasasi tumandagi 896 ta fermer xo'jaliklari va 5329 ta dehqon xo'jaliklari suv yetkazib berish masalasida o'z xizmatlarini amalga oshiradi. Jondor tumanida suv yetkazib berish xizmati davlat muassasasi 1110 kilometr xo'jaliklar aro 221 kilometr xo'jalik ichki kanallarni o'z balansiga olib, suv yetkazib berish davomida hozirgi kungacha shundan 16,8 kilometr Xatcha kanalini mexanizm yordamida tozalash hamda Agr kanaldan 10 kilometr qismini, Moxon kanalidan 4,2 kilometr qismini mexanizm yordamida tozalandi. Shuningdek, 19,2 kilometr Kichik Jo'zar kanalini xas xashaklardan tozalab chiqildi. 2024-yil 31 may va 1 iyul kunlari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tashrifi davomida Buxoro viloyatida suv resurslarini
hamda suv tarmoqlarini betonlashtirish bo'yicha topshiriqlar berilgandi. Shu topshiriqlar asosida Quyi Avgir kanalida 14 kilometr qismi, Kichik Jo'zar kanalini 6,5 kilometr joyi, Buxoro 1 kanalini 6,2 kilometri, Burjoq kanali 6 kilometr qismi davlat dasturlari asosida qayta rekonstruksiya qilib betonlashtirdi. Shuningdek, tashabbusli byudjetning birinchi va ikkinchi bosqichlari davomida 6,2 kilometr qismi kanallar betonlashtirildi. Shu bilan birga hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori 660-sonli qarori asosida 10 kilometr kanal betonlashtirilmoqda. Shuningdek, mahalliy byudjet asosida 4,5 kilometr, kambag'allikdan farovonlik sari dasturi asosida 1,5 kilometr kanallarimiz betonlashtirilmoqda. Jondor tumanida jami 31,135 gektar sug'oriladigan maydonlar mavjud bo'lib, shundan jami 11,692 gektar maydon suv tejovchi texnologiya qilish rejalashtirilgan bo'lib, joriy yilda 17,491 gektar maydonimiz suv tejovchi texnologiya joriy etildi. Shundan 3,266 gektar tomchilatib sug'orish, 454 gektar yomg'irlatib sug'orish hamda 13,383 gektar maydonlarimiz lazer tekslagich orqali tekslab chiqildi. Joriy yilda suv krediti platformasi orqali 8 ta talabgorlardan arizalar kelib tushgan edi. Shundan 8 ta fermer xo'jaliklarining 101 gektar paxta maydonlariga tomchilatib sug'orish va 5 ta fermer xo'jaliklarining 56 gektar g'alla maydonlariga yomg'irlatib sug'orish texnologiyasi joriy qilinib, 4 ta pudratchi tashkilotlar tomonidan Omad Start, Romtex Water va Suv tejamkor servis pudratchilari tomonidan shartnomalar imzolashtirib, qurilish montaj ishlari amalga oshirilib, texnologiyalar to'liq ishga tushirildi. Tumanda paxta va g'alla hosilini yetishtirish uchun jami 3,720 gektar maydonlarga suv tejovchi texnologiya joriy qilindi. Buning natijasida yuqorida ko'rsatilgan maydonlarda an'anaviy usulda sug'orishda 22,000 2 million metr kub suv sarflanishi kerak bo'lsa, agar suv tejovchi texnologiyalar joriy qilish natijasida 13,100 27 million metr kub suv sarflandi. Buning natijasida 8,85 million metr kub iqtisod qilinib, bu qo'shimcha 1180 gektar maydonlarni an'anaviy usulda sug'orishga zamin yaratdi. Jondor tumani hududlarida 2025-yil vegetatsiya mavsumida jami 31,135 gektar, shundan 10,560 gektar paxta rejalashtirilgan, 7,227 gektar g'alla, 4,382 gektar beda, makka jo'xori va oziq-havob ekinlar, 1,752 gektar sabzavot va poliz, 2,292 gektar bog', chorbog', 400 gektar sholi, 4,522 gektar aholi tomorqalariga mo'ljallangan. Mana shu yerlarni sug'orish uchun suvni yilning suvlik darajasidan kelib chiqqan holda limit belgilab olingan. Shu limitimiz 286,8 million metr kubni tashkil qiladi. Shundan sug'orishga 286,6 million metr kub, 1,5 million metr kubimiz baliqchilikka, sanoat korxonalariga 4,74 million metr kub belgilangan. Mana shu rejalarimizni tasdiqlab berishingizni sizlardan iltimos qilamiz.
Ma'lumotim shu. Ma'ruza bo'yicha savollaringiz bo'lsa, marhamat. İkinci şöyle bağlı masala aralar sorunun limitleri, sorunun limitleri ilgili tumanca değil, o kadar kanaldan siz kadroları olan tuman için sorun almak olmayız. Tuman chegarasidan. Tuman chegarasidan. Endi mana kollektörler Saroshan daryosidan olingan suv bor. Mirzayev. Jondor Bo'zloqda qo'yilgan, keyin hamada berilgan oddiy chiqarmancha Saroshandan sug'orilsa kerak bitta davrda. shunday. Endi she'rga savol bo'ladi, bu olingan suv shu 30 kublikdan 36 kub bo'ladimi yo 30 kubda bo'ladimi? Yo'q, bu hozir bizlar uchun qo'shimcha suv manbai hisoblanib, bizga tuman chegaramizdan beriladigan 30 kubga bu qo'shimcha. Qo'shimcha tushundim. Sen 30 Yo'q, undan tashqari. Bular o'zimizning suvimiz bular. aynan shu suvga mana so'rolib turibdi. Suvda mana kollektördan so'ralgan bermalar bor. Buni nimasaligi suvni puli qanaqa hisobda qilinadi? Hozir qarorda aniq qilib belgilab berilgan, ya'ni kollektor suvlardan foydalanuvchi suv iste'molchilari o'zini nasos o'rnatgan zovuridan o'sha texnik sharti bo'lsa, olingan o'rnatilganlik to'g'risida texnik sharti va zovurdan o'zini nasosi asosida elektr energiyasidan ajratilgan limit asosida suvni oladigan bo'lsa, ular o'zini hujjatlarini taqdim qilsa agar, o'sha suv limitidan ular suv limiti hisoblanmaydi. Suv solig'i hisoblanmaydi. Shunday. Shunday. O'sha kelmagan suvda ham u fermerlarning ishlashiga zarar bo'lyapti. Buni qanaqadir yechimi bormi? Yechimi buni hozir ana 5-sonli qarorda aniq va lo'nda qilib belgilab berilgan. 7-bandida yozib qo'yilgan. Suv iste'molchilar har 1 litr olgan suv bo'yicha o'tgan oyning 5-sanasiga, kelasi oyning 5-sanasiga qadar kelib hisobotlarni berish kerak. O'sha fermer suv iste'molchi bilan bizning o'rtamizdagi to'ldiriladigan dalolatnomamiz bor. O'zaro agar suv iste'molchilari zovurdan kelib olingan suvlarini nimasini aks verkasi, ya'ni to'kdan olib kelinadigan aks verkasini keltirib ko'rsatsa, ya'ni olingan o'zini olgan suvni isbotlab bersa, o'sha dalolatnoma asosida ularga suv soliq hisoblanmaydi. Suv hisobi yuritilmaydi. Suv hisobi yuritiladi, lekin soliq idoralariga taqdim etilmaydi. Xuddi shunday. Bu degani mana azamatli korxonasida nasosda ishlayapti. U ham pul to'laydi, davlat uchun pul to'laydi. O'shandan kelgan suv ham unga pul to'laydi. Endi bunday hozir sizga shartlarni tushuntirib o'tdim. Shartlar. Yana bitta shu o'rinda bir masalani aytib o'tishim kerak, chunki sizlar xalq deputatlari, sizlar xalq orasida sizlar suv iste'molchilarga muloqotda bo'lasizlar. Xuddi shu sonli qarorimizda o'sha 7-bandni yana qo'shimcha qilib aytilgan joyi bor. Ya'ni fermer xo'jaliklari yoki suv iste'molchilari
o'zini olgan suvlarni oladigan suvlarini suv o'lchash asboblari yoki suv tejovchi texnologiyalar o'rnatgan taqdirda suv hisobi yuritiladi. Ularni suv solig'iga tortgan paytga 0,5 koeffitsient bilan hisoblanadi. Xuddi shu narsani ularga yetkazish kerak. Hozir masalan suvimiz 100 so'm bo'ladigan bo'lsa, kubi 100 so'm bo'ladigan bo'lsa, 0,5 degani bu 50 so'm to'laydi. Biz bu masalada o'sha fermer xo'jaliklarining saytlariga ham, fermer xo'jaliklarining o'zlariga ham tushuntirish ishlarini olib boryapmiz. Bu masalani yanada rivojlantirishimiz kerak. Chunki fermerlarimiz hozirgi kungacha o'sha o'zini suv manbalariga yoki suvni qabul qiladigan joylarga suv o'lchash asboblarini o'rnatmayapti. Chunki kelgusi yilda suv tanqisligi bundan ham yuqori bo'ladi. Shu uchun kanallarni betonlashtirib, suv hisobini yuritmasa agar fermerlarimiz ko'p nimaga qiladi. Aytilgan rejasini amalga oshira olmaydi, belgilangan suvlarni ola olmaydi. O'sha uchun bizani oramizda o'sha tushunmovchiliklar kelib chiqishi davom etaveradi. O'zingiz ham xabaringiz bor. İkinci savolim, mana aytganimda tashkilotda masalan nafaqat tashkilot qatnashishi kerak. Shunday. Shundan bir taklif berganlar, mana tuman bo'yicha hududlar, har bitta hududdan mana o'zaki ularni sug'orish, sug'orish, lazerdan yerdan sug'orishgan narsani echaklarni hisobini so'radi. Yani oltin borni kemadan Şeyde savunduğunda her bitta hudud bo'yicha ana necha gektar yeri bor. Necha gektar shu yerdan lazer bilan yonilib sug'orish tomchilab sug'orishgan. Hozir suvda mana biz hisoblamiz deymiz, lekin lazer bo'lmagan yerga kamida 100% bo'lsa 40% suvni ortiqcha shunday. Oladi u yerda sug'orish kerak. O'shani ro'yxatdan olib qanaqadir bu fermerlardan ishlash kerak. Davlat subsidiya beradi. Ko'pchilik fermerlar imkoniyati bor fermer o'zini bilgan fermer uni lazer qilib ko'rdi. Xuddi shunday. Lekin imkoniyati yo'q. Ularga qarzi bo'lib ketgan shu yer bu fermerdan daromad olmaydi. O'sha yerdan 100 ta qo'yilgan asosiy nimasi o'sha qo'yib qo'yish. Shu uchun masalani qanaqadir hududda bo'yicha mashg'ulotni o'ziga ekan. Bu mana deputat sifatida bu shuni hududda bo'shalish kerak. Sizlarga ham mana masalan so'rasam aytdingizmi, uncha lazer qilingan o'sha lazerlar bo'yicha sizda ma'lumot bormi deydi. Masalan, qariyli bo'yicha qaysi yerni necha gektar, bo'lmagani necha gektar. Yo'q, o'sha shu narsani olsangiz, endi bu sizga bu boshqa bilan birga olish kerakmi? Yo'q, bizda bor u narsa, lekin hozir olib kelmayman-da. Biz har bitta fermer bo'yicha yuritamiz bu narsani. Tushundim. Ma'lumotingiz deputatlarga bering. Siz tushundim, hech bo'lmasa hudud bo'yicha o'sha qancha gektar lazer bo'lgan, qanchasi bo'lmagan, shuncha suv ortiqcha sarflanadi. Iqtisod qilish nuqtai nazar. Yo'q, hozirda qarorda subsidiya har bir gektarga 1 milliondan lazer qilingan maydon uchun subsidiya ajratilgan u. Taklifi kiritilgan u. Yo'q, ne bergan? Yo'q, Telegramimizga men tashlab beraman shu masala bo'yicha. Endi suv tejovchi texnologiya bor-ku, masalan, yomg'irlatib, tomchilatib
deb sug'orish bor-ku. O'sha subsidiya ajratish tartibi qanday belgilangan bo'lsa, lazer sug'orishni ham xuddi shunday belgilangan. U uchun siz o'sha suv lazer qiladigan tashkilot yoki MCJ bilan shartnoma tuzish kerak. O'sha shartnoma asosida uni qarorlari, qilingan ishlar bo'yicha fotolavhalar, boshqa narsalar taqdim etilishi kerak. Bizda ko'p fermerlarimiz o'zini lazer tekslagishlari mavjud. O'sha lazer tekslagish asosida o'zim birovdan bir narsa nima qilmagay deydi-yu, o'zini tekslagish orqali tekslaydi. Bironta MCJ yo boshqa joyga pul ko'chirib, o'sha ish qilinmaydi. Ana shu tomoni bor. Shunday. Tushundim. Shu lazer qilingan maydonlar, masalan, endi nima qilib aytadigan bo'lsak agar 20% suvni iqtisod qiladi. Marhamat. Siz limit tutadigan vaqtda lazer qilingan bo'yin, lazer qilinmaganmi, limitni Tushundim o'sha nimani yozib oldimmi o'zimga? Yozib oldimmi o'zimga bu narsani? Tushunarli. Yozib oldim o'zimga aka, o'sha Shuni hisobotini, ma'lumotini taqdim qilasiz deputatlarga. Marhamat, Ilhom Ismoilovich. Assalomu alaykum. Çürüklüğe fermer nasıl azalt oldu da o zaman. Bu da hatta o daha önce konuyu gerek. Şunda. Söyleyişti o. Olay. Tamam. O. Şu rejenerasyon müzik gerek, kasıma göre müzik gerek. Hatta fermerlerin eklerine kadar sular tamamlar. Hatta bu fermerlerden avuç geçirdiğimizde ben birden çıkmaya mümkün. Kanala beton koyuyor. Eşimde soruyor. Bundan keyifsiz düşmanda soruldu, o keyifsiz yardım olmuyor. Böyle yapılmaz. Şu için peki Moskova'da ki, şunu takip ediyorlar, coşkun olmasa, Sonra yüzüne götürdüler. Şunu Taksim altında hektariga kadar, şöyle kadar suyu bacarsa, siz şu tasma verseniz, ben de tasma gelmesi gerek, Moskova'da takip ediyorlar. Bo'ldi, bu taklifingizni yozib oldim aka, rahmat sizga. Shunday. Yozib oldim aka o'zimga o'sha. Marhamat. Shuhrat Bahronovich.
shu masalada. Tushundimmi sizni? O'sha masala bo'yicha uni nima viloyat hokimigacha biz olib chiqdik. O'sha siz aytgan tadbirkor, o'sha tadbirkor endi tadbirkor almashtirildi. Tadbirkor almashtirildi. Hozirgi kecha kunduzda har kun kamida 100 kub beton olyapti. 10 mashingacha olyapti. 8-10 mashingacha olinyapti. Hozir o'tgan bo'lsangiz, ko'rgan bo'lsangiz kerak, hozir beton ishlari boryapti. Bu ko'pi bilan bir haftaga tugatamizda. O'sha sizlarga imенно o'sha Bolin, Eronshoh, o'sha Qaroli hududlariga, keyin Pahlavon hududiga suv o'tkazish uchun o'sha kanal beton bo'lyapti-da. Shu bir haftada o'shani yakunlab, so'ng o'tkazish nimamiz bor, rejamizda bor. Hozirgi kunda nima beton ishlari olib borilyapti, bir haftada yakunlash arafasida biz. Direksiya olib borish maqsadimi? Ha. Hozir yaxshi ish ketibdi o'sha. Takliflar bormi yana? Bo'lmasa, hurmatli deputatlar, kun tartibidagi 3-masala yuzasidan xalq deputatlari tuman kengashining qarorlarini qabul qilishimiz kerak. Doimiy komissiya tomonidan tayyorlangan qaror loyihasi deputatlarga tarqatilgan. Boshqa takliflar bo'lmasa, qaror loyihasi asos uchun qabul qilinsin va deputatlarning takliflarini inobatga olgan holda ma'qullansin degan taklif kiritiladi. Shu taklifga qo'shilganlarning qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlarini so'rayman. Rozilar, rahmat, qarshilar, betaraflar yo'q. Qabul qilindi. Rahmat. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi 4-masala mahallaning ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini hal etish jamg'armasi daromadlari va xarajatlari ijrosi yuzasidan 2025-yil yakunlari bo'yicha O'zbekiston mahallalari uyushmasi tuman bo'lim boshlig'ining hisoboti to'g'risida hisobot berish uchun so'z O'zbekiston mahallalari uyushmasi tuman bo'lim boshlig'i Muzaffarov Ilhom Nuriddinovichga. Marhamat. Assalomu alaykum. Fatvo jarayoni hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Mamlakatimizda mahallaning jamiyat hayotidagi o'rnini oshirish hamda sohada boshqaruv tizimini takomillashtirish maqsadida mahalla raisi, hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli, profilaktika inspektori, ijtimoiy xodim va soliq inspektori jamoatchilik asosida faoliyat yuritadigan mahalla yettiligi tashkil qilingan va faoliyat olib bormoqda. Mazkur sohada belgilangan har bir vazifalarni samarali amalga oshirishda mahalla yettiligiga ko'maklashish, mahallada qabul qilinayotgan qarorlarning haqqoniyligi va asosligini ta'minlash maqsadida xalq deputatlari, mahalliy kengash deputatlari va mahalla yettiligining o'zaro hamkorligi yo'lga qo'yish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shunga asosan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 21-dekabrdagi PF 209 sonli mahalla institutining jamiyatning rolini tubdan oshirish va uning aholi muammolarini hal etishda birinchi bo'g'in sifatida ishni ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni va O'zbekiston mahallalar uyushmasi faoliyatini yo'lga qo'yish va mahallalarda boshqaruv tizimini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PX 402 sonli qarori qabul qilingan bo'lib, qaror ijrosini ta'minlash bo'yicha ishlar olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining mazkur qarori bilan tasdiqlangan mahallaning ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini hal etish jamg'armasi mablag'lari foydalanish tartibi to'g'risidagi nizom talablari asosida tashkil etilgan. Ushbu jamg'arma hisob raqamida 1 yanvar 2025 yil holatida 1 milliard 142 million so'm qoldiq mablag' mavjud edi. Joriy yil mobaynida shundan jismoniy shaxslardan olinadigan mol-mulk solig'i va yer solig'i bo'yicha undiriladigan mablag'larning 10%, ya'ni 2 milliard 704 million so'm bo'lgan mablag'lar mahalla fuqarolar yig'inining maxsus hisob raqamlariga qonunchilik belgilangan tartibda o'tkazib berildi. Joriy yil davomida tumandagi mavjud bo'lgan mahalla fuqarolar yig'inining taklif va buyurtmalariga asosan jami 4 milliard 198 million so'm
bo'lgan mablag'lar davlat xaridlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining qonuni asosida belgilangan tartibda xarajat qilish uchun sarflandi. Jumladan, tumanda 3 ta mahalla, ya'ni Aleli, Po'loti, Yangiobod mahallasida yashovchi kam ta'minlangan va ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga moddiy ko'maklashish hamda uy joylarini maqsadda ta'minlash uchun 48,8 million so'm mablag' ajratildi. Mahalla binosida energiya tejovchi texnologiya keng foydalanish hamda energiya samaradorligini ta'minlash, yaxshilash uchun tumanda 14 ta mahallada quyosh panelini o'rnatish uchun 244,6 million so'm ko'chirib berildi. Tumanda 4 ta mahallada yashovchi fuqarolar hozirgi kunda iqtisodiy jihatdan qiynalayotganligi, ushbu oilani qo'llab-quvvatlash, xususan kommunal to'lovlarni to'lash qiynalayotganini inobatga olib, muammolarni bartaraf etish uchun, ya'ni 5 kilovatlik quyosh paneli uchun, ya'ni 244,6 million so'm ko'chirib berildi. Tumanda mavjud mahallalarning moddiy texnik bazasini yanada yaxshilash hamda mahalla yettiligi a'zolarini samarali ish faoliyatini yuritish qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida ularga 32 ta konditsioner, 49 ta monoblok kompyuter, 26 ta rangli printer hamda 15 ta mefiga mebel jihozlari xarid qilish maqsadida 774,600 so'm mablag' ko'chirib berildi. Tumanda 20 ta mahalla binolarini ta'mirlash maqsadida 412 million so'm mablag' sarflandi. Tumandagi 12 ta mahalla hududida salomatlik yo'laklari tashkil qilish maqsadida 372 million so'm mablag' sarflandi. Tumandagi 6 ta mahalla binolari uchun 13 million so'm elektr hisoblagich o'rnatish maqsadida xarid qilindi. Joriy yilda tumandagi mahalla hududlarida yashil makon doirasida ko'chatlar sotib olish hamda bir sotuqli issiqxona o'rnatish maqsadida jami 268 million so'm mablag' ko'chirib berildi. Elektron xaridlarni ishtirok etish uchun olinadigan zakat to'lovlari uchun 2,1 million so'm bo'lgan mablag' O'zbekiston Respublikasi davlat xaridlari to'g'risidagi qonunga asosan belgilangan tartibda xarajat qilingan. Ya'ni 1-yanvar 2026-yil holatda tumandagi mahalla fuqarolar yig'ini maxsus hisob raqamlariga jami 1,148 million so'm qoldiq mablag'lari mavjud. Latfa jarayoni qisqacha shu axborotim. Bo'lib tushundim. Hozir tumanda 50 ta mahalla bor. Eng o'zi og'iri o'sha Qazoqon. Ya'ni 4 ta mahallada, ya'ni bino yo'q, qiroltasida o'zini binosi bor, 4 tasida binosi yo'q. Ana shunday chala qolgan, bir ikkitasi boshqa balansda turadi. Maqsad Qazoqonni hozir xatlov bo'lgani uchun pul yaxshi tushdi. 10% ga hozir deyarli 60 million, 70 million pul bo'ldi 1-yanvar holatida. Hozir endi qurilish qilishga unday katta imkoniyat yo'q, chunki uni ishlari ko'p, shaffofga chiqarish kerak. Material olishga qo'ydik. Nasib bo'lsa, hozir birinchi navbatda bir ichini bitta to'liq taxlab, uzog'i 21-martgacha ko'chirtiraman ularni. Bitta o'zi eng jondorda og'ir ahvolda bitta xona, u ham xona ham eski maktabning binosida turibdi. U yiqiladigan ahvolda. Bir kishi kelsa ham bir gaplashib biladi rais, bir kishi dardini aytib biladi. Hozir chunki viloyatdan ajratmayapti. Pul bo'lmasa nimaga qo'yilgan, dasturlarga qo'yilgan. Vaqtiga o'sha qurilish, o'sha puliga yarasha ishni qilib shu bilan tashlab ketgan, qolib ketgan bu narsa. Hozir
60 million so'm puli bor, saqlab o'tiribman o'zi hech qayerga ishlatmasdan. Nasib bo'lsa hozir gipsokarton olib, ichlarini bir ijmosi kafil qilib, bitta xona qilaman o'pshi. Ha. Ha, qolganini hozir yana gaplashdik, o'zi nimasi raisi bilan yana homiylik qilib, bir ishni boshlasak, u yoqdan nima qilamiz? Hokimimiz yordam qiladilar. Nasib martgacha qilamiz uni. Marhamat. Nima? Ha, mahallani o'ziga. Ha, böyle o'zini isitish uchun. Ha, hozir u narsalar qator proyektga kiritilmagan vaqtiga bu sizlar yangi mahallalar vaqtiga proyektini qilganu umuman o'sha nimalar hisobga olinmagan. Ular shotchik va hokazo nimalari, xizmatlari. Uni hozir ko'ryapman, ayrim mahallaning olib kadastri yo'q. Hozir kadastr qilyapman. Kadastr qilgandan keyin ariza yuborib, qaysi hududda bor qilinadi. Shu paytgacha gazga mumkin edi, yo'q edi. Ya'ni to'xtatilgan edi, ya'ni aholiga ham daji to'xtatilgan edi. Hozir Raygaz bilan gaplashdim, qaytib ruxsat hozir berilyapti. O'z hujjatlarimiz taxlab, nasib bo'lsa, qaysi sentr hududda, qaysi hududda gaz bo'lsa, ulatiraman. Marhamat. Safarov. Şu summada şahlaştırışga qo'yilmasa bo'ladimi? Yoki o'sha mahallasidagi ichki yo'llarni shahallashtirilmagan yo'llar inventarizatsiya qilingan qancha kilometr bormi? Siz yo'q, nima? To'lotida yaxshi, tushumi ham yaxshi, boshqasi ham yaxshi. Hozir yaqinda xabaringiz bo'lsa, Kalazor qishlog'idan Zangi qishlog'iga qarab 1 kilometr piyodalar yo'lakchasi qildik. Men betonini olib berdim, chunki ko'p avariya bo'lardi. O'zim ham ko'p xabarim bor, yurganman. Bachalar shu Kalazor qishlog'i polni Zangiga maktabga boradi-da. Nechta bachani urib ketdi mashina, nechta bachalarni suv sepib ketadi, chang va hokazo. Yaqinda men bir oy osh bo'ldi, 1 kilometr yana shu Kalazor qishlog'idan chiqqandan to Zangi, ya'ni Yangiobod qishlog'igacha piyodalar yo'lakchasi qildik. 1,5 metr eni, 1 kilometr nimasi. Ya'ni betonini olib berdim men. Kalazor xalqi homiylik bilan o'zi takini taxlab betonini nima hashar bilan qildi. Shag'illashtirishga pilotida, masalan, sizlar borib gaplashsangizlar, yo'q qilg'isini olib berib bilamiz. Lekin masalan, chag'il sotib oladigan, men savdoga qo'yib olaman. Yo'q, ya'ni yo'q qilg'isini olib beraman, masalan, shu 1 kilometrga misol uchun falon litr salarga ketsa agar, yo'q qilg'isini yordam qilishi mumkin mahallaning o'zining pulidan. Endi ko'rsatilgan narsalar bor asosiy o'sha 402-qarorda. Qo'shimcha ana yo'lakcha desangiz, yo bir kam ta'minlangan uyini, ya'ni nimaga ijtimoiy reyestrga kirgan bo'lsa, kam ta'minlangan daftarga bo'lsa agar, ana pilotda misol uchun bitta kasalga 25 million ko'chirib berdim. Nogiron nimada misol uchun. Bo'lsa agar ayting, nima qilamiz qo'ldan kelgancha. Pilotda deyarli bo'lgan, men endi obodonlashish ko'zim ishlaganim uchun unchalik nimasi yo'q. Endi shag'allashtirish qilinmoqda. Ya'ni har yil ana bu yil ham hozir 4,5 milliardga yaqin pul ajratildi obodonlashtirishga. Hozir yaqinda dastur qilinyapti. O'tgan yil 30 kilometr bo'ldi tuman bo'yicha. Bu yil pashti bir 35 kilometrlar atrofida bo'ladi. 30 kilometrdan kam bo'lmaydi. Nasib qo'ydiramiz pilotida rais bilan bog'lanib, obodonlashtirish orqali 1-2 kilometr ijmosa 5 ta qishloq bo'yicha bering. Ijmosa bir 2 kilometr, 2,5 kilometr nima qilamiz? Marhamat, yana bormi takliflar? Kun tartibidagi 4-masala yuzasidan
Xalq deputatlari tuman kengashining qarorini qabul qilishimiz kerak. Doimiy komissiya tomonidan tayyorlangan qaror loyihasi deputatlarga tarqatilgan. Boshqa takliflar bo'lmasa, qaror loyihasi asos uchun qabul qilinsin va deputatlarning takliflarini inobatga olgan holda ma'qullansin degan taklif kiritiladi. Shu taklifga qo'shilganlarning qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlarini so'rayman. Rozilar, rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Qabul qilindi. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi 5-masala Xalq deputatlari Jondor tuman kengashi kotibiyati xodimlarining mehnatiga haq to'lash nizomini takomillashtirish to'g'risida nizom ishlab chiqilib tasdiqlash uchun kiritilgan. Bu sizlarga tarqatilgan. Shu nizomni tasdiqlab berishlarini so'rayman. Rozilar, rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Kun tartibidagi, hurmatli deputatlar, kun tartibidagi 5-masala yuzasidan Xalq deputatlari tuman kengashining qarorini qabul qilishimiz kerak. Doimiy komissiya tomonidan tayyorlangan qaror loyihasi deputatlarga tarqatilgan. Boshqa takliflar bo'lmasa, qaror loyihasi asos uchun qabul qilinsin va deputatlarning takliflarini inobatga olgan holda ma'qullansin degan taklifni kiritaman. Shu taklifga qo'shilganlarning qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlarini so'rayman. Rahmat. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi 6-masala aholiga qulay shart-sharoitlar yaratish hamda ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy, amaliy va infratuzilmaviy muammolarni bartaraf etish chora-tadbirlari to'g'risida axborot berish uchun so'z tuman hokimining birinchi o'rinbosari Fayzullayev Umid Baxshillayevichga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar. Sessiya ishtirokchilari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvardagi aholini ijtimoiy himoya qilish tizimini moliyalashtirish tartibi taomillarini takomillashtirish to'g'risidagi PF 17-sonli farmoniga asosan infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi tashkil etilgan. Mazkur farmon 8-bandiga ko'ra infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi mablag'laridan xarajatlar xalq deputatlar tuman kengashlari tomonidan amalga oshirilishi belgilangan. Shunga ko'ra tuman aholisiga qulay shart-sharoitlar yaratish hamda tashkiliy, amaliy va infratuzilmaviy muammolarni bartaraf etish bilan bog'liq tadbirlarni ushbu jamg'arma hisobidan belgilangan tartibda moliyalashtirish yuzasidan Inson ijtimoiy xizmatlar markazi tuman bo'limi hamda tuman iqtisodiyot va moliya bo'lim bilan kelishilgan holda xalq deputatlari tuman kengashiga takliflar kiritilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasining 2025-yil 2-oktyabrdagi 09-11-609 sonli topshirig'iga asosan belgilangan tartibda tuman mahallalarida xizmat ko'rsatib kelayotgan ijtimoiy xodimlarga qulay ish sharoiti yaratish maqsadida moddiy texnikasi bazasini yaxshilash bilan bog'liq xarajatlarni qoplash uchun infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi mablag'lari hisobidan 750 million so'm ajratish ko'zda tutilmoqda. Bu ana shu bilasizlar, ijtimoiy xizmatlar markaziga yangi bino qurib berildi, lekin uni ichidagi o'sha mebeli, kompyuteri, mana shu narsalari yo'q. Shular bilan administratsiyani xatti topshirig'i kelgan, ular inventarizatsiyani natijalari bilan Jondor tumanida moddiy texnika bazasini ta'minlanishi darajasi 16% tashkil qilgan. Shu uchun ularga kompyuter hamda mebel olib berish xarajatlarini ko'zda tutilyapti bu yerda. Buni hozir birinchi navbatda eng nimasi shu texnika, bu kompyuterlar bilan ta'minlash, keyin kelajakda o'sha jamg'armaga tushum bo'lib, o'sha tushum bo'lgandan keyin kelgusida qolgan mebeli boshqa jihozlarni olib berish ko'zda tutiladi. Shu taklif kiritiladi sizlarga. Shuni agar ruxsat bersangizlar, qo'llab-quvvatlasangizlar.
ma'qullab bersangizlar, shunga ajratardik mablag'. Hammamiz yaxshi bilamiz, Radisa mahallada ijtimoiy forum berilgan. Tumanda inson markazi bu faoliyat mahallalarda uzmoq yo'li kamtarinlangan, qo'laylikda ijtimoiy nimaga muhtoj fuqarolar bilan alohida ishlayapti. Shu munosabat bilan qabul qilingan doimiy komissiya tomonidan tayyorlangan qaror loyihasi deputatlarga tarqatilgan. Boshqa takliflar bo'lmasa, qaror loyihasi asl uchun qabul qilinsin va deputatlarning takliflarini inobatga olgan holda rad qilinmasligiga taklif qilinadi. Shu taklifga qo'shilganlarning ko'rsatlari tasdiqlanadi. Rozilar, rahmat, qarshilar, betaraflar. Rahmat. Hurmatli deputatlar, bizlardagi boshqa masalalarni o'tamiz. Chordoq tumanida zaxira va imkoniyatlarni ishga solish orqali hududlarni rivojlantirishni yanada takomillashtirish va aholi bandligini oshirish bo'yicha ishlab chiqilgan driver loyihalarni moliyalashtirishni amalga oshirish to'g'risida axborot berish uchun so'z tuman hokimining birinchi o'rinbosari Fayzullayevga bag'ishlayotgan. Rahmat. Hurmatli deputatlar va sessiya ishtirokchilari, xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 20-dekabrdagi hududlarda yuqori iqtisodiy o'sish va aholi bandligini ta'minlashning yangi tizimi yo'lga qo'yish hamda bu borada mahalliy hokimliklarning roli va mas'uliyatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF 223 sonli farmoni tasdiqlandi. Mazkur farmonning 6-bandiga asosan driver loyihalarining amalga oshirilishi qo'llab-quvvatlash bilan bog'liq xarajatlar tuman kengashlari qarorlari asosida ishlatilishi belgilangan. Jondor tumanida 5 ta driver loyihalarini amalga oshirish bo'yicha respublika budjeti mablag'lari hisobidan 20 milliard 530 million so'm ajratish rejalashtirilgan. Jumladan, Qozikentda mahalla fuqarolar yig'ini hududining M307 yo'l bo'yidagi 4 gektar maydonda eshik va deraza romlarini ishlab chiqarish markaziy loyihasini amalga oshirishda infratuzilma xarajatlari uchun 1 milliard 340 million so'm. Ikkinchisi, Damgoni mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi tuman hokimligi balansida bo'lgan 1,5 gektar bo'sh yer maydonida yirik qurilish materiallari savdo majmuasi kompleksini tashkil etishda infratuzilma xarajatlari uchun 5 milliard 450 million so'm. Uchinchisi, Bahoriston mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi Urganjon ko'chasining 0,5 kilometr qismida ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish loyihalarini amalga oshirishda infratuzilma xarajatlari uchun 1 milliard 505 million so'm. To'rtinchisi, Dalmonobod mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi Oxunboboyev va Narzirajab kanallarini betonlashtirish orqali 2000 gektar yerlarni qayta oborotga kiritishda kanallarni betonlashtirish xarajatlari uchun 11 milliard 270 million so'm. Beshinchisi, Nurafshon mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi Urganjon ko'chasining 0,3 kilometr qismida ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish loyihalarini amalga oshirishda infratuzilma xarajatlari uchun 965 million so'm mablag' ajratilishi ko'zda tutiladi. Hurmatli deputatlar, sizga havola etilgan 2026-yilda Jondor tumanidagi driver loyihalarining amalga oshirilishini qo'llab-quvvatlash bilan bog'liq infratuzilma xarajatlarini ko'rib chiqib, xalq deputatlari tuman kengashining qaror loyihasini ma'qullab berishingizni so'rayman. Savollaringiz bo'lsa? Yo'q, buni agar ruxsat bersangiz tushuntirib beraman. Qozikentda o'sha hammalaringiz o'tgansizlar, mana shu Qozikentda mahallasida shu pilotidan o'tgandan keyin o'sha boshlanadi.
yo'lni nimasida ostanovkalar yo'lmalagacha hammasi shu darvozaxonasiga kimlardir bir unaqa bir ko'rimsiz bir holatdagi nimalarga ish sharoitlarida taxlab turadi. Biz o'zimiz xuddi ana Oqshiq mahalla fuqarolar yig'iniga mebelchilar uchun qurib berdik-ku. Xuddi o'shanga o'xshagan kompleks qurib beramiz. 15 yutuqdan iborat 25 ta lot. Uni faqat davlat uni yerini auksionga qo'yamiz, sotib oladi. Tadbirkor sotib oladi. Uni faqat davlat tomonidan infratuzilmasini tayyorlab. Infratuzilmasi nima? Yo'li, toki, suvi. Ana shu narsasiga beramiz. Ular shuni respublika nimasidan beriladi u. UKSga beriladi. U shaffof nima platformasi orqali u demak tadbirkor tomonidan yutib olinib, shu narsalar amalga oshiriladi. Davlat tomonidan qisqasi infratuzilma mana shu narsalarga qilib beriladi. Tadbirkorlar yerga akkuratni o'ziga joy qilib, zamonaviy bir ishlaydigan joy qilib, ish o'rni, qo'shilgan qiymat mahsulot yaratadi. Boshqa nima ana shu driver loyihalarga ham hammasiga ham xuddi shunday. Kommunalnisini, yo'lini, suvini, bozorni ana nimani qurilish materiallari bozorini, ko'prigini ta'mirlab chiroyli qilib beriladi. Qolgan ishni hammasi tadbirkor tomonidan o'zi auksionga yerni oladi, ish joyi yaratadi, yaxshi mahsulot. Shuna, xuddi shunday zamonaviy ishlab chiqarish loyihalari bo'ladi. Xuddi shunday. Larning qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlarini so'rayman. Rozilar, rahmat, qarshilar, betaraflar yo'q, qabul qilindi. Rahmat. Hurmatli deputatlar, tuman kengash sessiyasi kun tartibiga qo'yilgan masalalar ko'rib chiqildi. Xalq deputatlari tuman kengashining sessiyasini yopiq deb e'lon qilaman.